ishlaymiz-da. 4-5 kunlari. Uyda o'z chorva ham bor, hali dadamda o'zi qaraydi. Ham bor shu. Yo'q. Yo'q. Bu tug'ilganda qanaqa edi oyoqlari? Hech nima yo'q edi. Hech narsa yo'q edi. Qachon boshlandi yurishni boshlagandan keyin, ha? Tirnog'ingiz berdi. Qo'lingiz tirnog'ingiz. Yo'q. Qachon boshlandi? Shu Yurishi boshlangandan, yurish arafasida. Hozirgi ko'rgan holatinglardagi kasallik bu keratodermiya deb ataladi. Keratodermiyaning turlari juda ko'p. Bu og'ir tur hisoblanadi, ya'ni irsiy hisoblanadi. Farzandlarga ham yomon tarafi farzandlarga ham o'tadi. Hamma farzandlarga ham emas. Hozir bemorimizdan ham ikkita farzandlari bor ekan. Qizlari yaxshi, o'g'illarida esa shu holat kuzatilgan. Bu holat yaxshi bo'lmaydi. Ko'pchilik hozir baribir so'raydi. Bu holat yaxshi bo'lmaydi. Faqat yomon bo'lib ketmasligini oldini olib yurish kerak bo'ladi. Keyin o'sha oyog'iga nagruska tushmasligi kerak bo'ladi. Ortopedizga stelkalar, mochevinali kremlar har doim o'qib talab qiladigan kasal.